Assalomu alaykum. Andijon viloyati Xalq banki, Kuyganyor BXM hamda Guliston MFY Konter 190 yer maydoni 13 gektar dehqon xo'jaliklari 47 ta, ulardan 15-20 sotkdan ajratilgan. Bu yer maydonimizga no'xat ekinliklari ekilgan. Ularning bo'yi 35-40 santimetrni tashkil etadi. Biz bu yerga kelganimizda, monitoring qilish maqsadida bu yerga kelganimizda haqiqatdan ham bu yerga no'xat o'simliklari ekilgan. Dehqonlarimiz bu yerni hozirda sug'orish ishlari bilan mashg'ul. Biz bu yerdan Xudo xohlasa o'zimiz ko'zlagan hosildorlikni olamiz.